İkinci videoya başlayayım. Mana kolum beni. Kolum yaşlı nazar taşlarınız dedi. Mana. Kolu görüyorsunuz bana. Karanızda bana. Ne yaşlı? Kolumda işlemi yok bana. Mana bir de kasa var. Mana kasa. Oddi kasa. Çorpa içemiz bana, çorpa. Mana. Ben yaşlılar yaş göremem de ben. Çok yaşlıları, mümtaz yaşlıları yaptıramam ben. Bu adet çıkıp kaldı da bir hazır bu yani. Mana. Oddi kasa. Mana. Kolumda hiç de yok bana. Mana saçak tuttu, onu artama kolum diyeyim. Mana kasa. Şu kasa bana kaptimga koyamam. Mana qarangizda, mana shu kasa. Beni hamma taniydi YouTube'da. Men Boboxonni bobosi bo'laman. YouTube'da osh pishiraman. Tomorqalar ko'rsatadi ekan. Hammaga meni yaxshi taniydi. Mana kasa. Hech nima yo'q mana. Mana hozir mana kasani qo'yaman. Mana qo'l tep-tekis. Mana. Yana biri bora deb qilaman. Mana. Men yordamchim yo'q meni, men bir o'zimman deb. Buni asl kasbim o'zi ben. Xassabman ben. Mana. Qo'lim. Videonun arkasına ko'rsatolmayman, bir o'zimdan ber. Mana shu kasani hozir tomoshabinlar qo'lim to'g'ri turibdi. Mana stol ustida. Mana shu kasa qaqa qarab aylanadi hozir. Mana qarab tomosha qilib ko'ringizlar. Mana. Boshlaydi hozir, mana ketdi. Chap tomonga qarab birilyapti mana. Endi hozir 10 tomonga qarab olaman hozir. Qo'lim bilagan yo'q mana. 10 tomonga birilyapti. Kasa. On tomonga. Chapga qarab yana olinadi. Mana asosan ko'tarilyapti kosa. Chapga. Mana. Hozir 10 tomonga olaman hozir. Hozir kasa yotadi qo'limda. Kasa yotdi, ko'rdingizmi? Mana. Hammangizga rahmat. Sog' omon bo'linglar. Mana qo'lim. Kasa tikka turdi endi. Yana bir marta ko'rsataman mayli. Mana qo'lim. Hech nima yo'q. Yana bir marta ko'rsataman. Indamasa chap tomonga qarab birilib ketaveradi. Hozir 10 tomonga qarab biriladi, qaranglar. Ben hali paqirni qo'yib ko'rsataman sizlarga, paqirni. Temir paqirlar bor. So'ra paqirlarda ham harakat bo'ladi mana.
Qo'l bir tekis turibdi mana. Mana barmoqlarim. Mana chatomagan birlayapti. Mana. Men ham charchab qoldim. Qo'llarim og'riydi meni. Men hamshiralar bilan, odamlar bilan ko'p ko'rishmayman. Qo'lim og'riydi. Ko'kragimda ishlab, assalomu alaykum deb enkayib o'tib ketaman. Men bir xarakterim shunaqa odam. Agar bir yerga borib qolsam, maraka-parakalarga ko'rsam, qo'lim meni yomon qattiq og'riydi. Ana shu uchun o'zimda ehtiyot qilib mana kosa ko'tarilmoqchi qarangizlar. Mana. Mana kosa yotibdi. Xayr omon bo'lingizlar. Yaxshi kunlarga uchrashaylik.